Bitta gapda mana bu qizlar bironta qo'shiqqa ikkita emotsiya bajarib shunday video qo'yib yuboradi. O'sha video rekka chiqib ketadi. Yoki biron yaxshiroq chiqqan videosini shunday o'ziniki qilib qo'yib yuboradi, o'sha video ham rekka chiqib ketadi. Lekin bu yerda bironta bola qotirgan telefonni qotsa ham video zapis qilib, o'sha videoni yarim soat montaj qilib Instagramga qo'yadi. Nima bo'ladi? Kommentariyaga kirsang, botsan, o'yiningni qara, akkauntingni qara, telefoningni qotishini qara, so'kib tashlashgan. Undan nima ayb? Telefonni qotsa ham shu trener bo'lishni orzu qilib video zapis qilganimi yoki bloger bo'lishni orzu qilib o'sha videoni yarim soat montaj qilib Instagramga qo'yganimi? Eng yomon nima bilasizmi? Onadan so'kishadi-da. Onada nima ayb? Kim bola nima qiladi? Sirasi to'xtatadi. Harakat qilyapti, harakatning evaziga so'kish eshityapti. Nima kerak unga bu narsa? Qilgan mehnatga bitta like bosib, kommentga bitta reaksiya qoldirib ketish yo'q. O'zbeklarda unaqa narsa yo'q. Bir-birini so'kish kerak. Qachon birlashamiz? O'g'illar kirib podpiska bosamiz, like bosamiz. Podpiska, like, poddelиться, родной.